U Messidan ustun bo'la olmaydi. Cristiano Ronaldo Manchester United 2008-yil o'zining eng prime davrini o'tkazgan bu yulduzga hech qanday futbolchi teng kela olmas edi. 2008-yilgacha bo'lgan barcha prime davrlarni ko'rib chiqilganda hech qanaqa prime davr Ronaldonikichalik bo'lmagan edi. Mana oradan 17 yil o'tdi. Xo'sh, bundan-da yaxshiroq mavsum o'tkazgan futbolchini ko'rdikmi? Yo'q, siz Messi va Neymar deb o'ylasangiz adashasiz. To'g'ri, ular Real Madriddagi Ronaldoga nisbatan yaxshiroq o'ynashi mumkin, lekin MUdagi Ronaldo bu boshqa daraja. Shu kungacha esa undan-da yaxshiroq futbolchi va undan-da zo'rroq mavsumni ko'rmadik. U Messidan ustun bo'la olmaydi degan futbol shaydolariga esa Ronaldo o'z darajasini ko'rsatib berdi. Bunga Messi muxlislari ishonmas, Ronaldo esa har yili, har mavsumda buni qayta isbotlashga harakat qilaverardi. Bu yigitdan eng zo'r futbolchi kim deb so'rang, hech qanaqa kamtarlik qilmasdan Pele va Maradonani tan olmagan holda o'zini ko'rsataveradi. Maydonda Zlatandan qolishmaydigan darajada kibrli va g'ururlidir, ammo maydondan tashqarida siz boshqa insonni ko'rasiz. Sizni maydon tashqarisida oq ko'ngil, o'zi xristian bo'lsa-da musulmonlarni qo'llab-quvvatlovchi bir yigit kutib oladi.